Muhtaramlar, inson, xalq, millat, tarixiy xotira bilan tirik va barhayotdir. Zero xotira sabab o'tmishdan xulosa chiqaramiz. Xotirani eslaymiz. Ana boya aytganimizdek, xotirani eslaganimizda biz ularni yaxshiliklarini zikr qilamiz-da. Yaxshi inson bo'lishgandi, ko'p manfaatlari tekkandi deb biz zikr qilamiz. Mana shu bilan albatta biz o'tmishdan bir xulosa olamiz. Ya'ni bir insonni yaxshilik qilishligini, insonning umri juda ham bir o'lchovligini, bir kun kelib har qanday inson bu dunyodan o'tib ketishligini biz eslar ekanmiz. Xulosa qilamiz. Agar ular xato qilgan bo'lsa, o'sha xatoni biz takrorlamaymiz. Ular qandaydir bir xato qilib qo'ydi, u xatoni biz qilmaymiz. O'sha xatodan biz qochamiz. Mana shu xulosamiz bo'lar ekan. Zero shu ma'noda yurtimizda ham xotira va qadrlash kunini nishonlash, o'tgan ajdodlarni xotirlab, dinimizda amr etilgani kabi ularni ruhini xursand qilish uchun duoyi xayrlar qilish bir go'zal an'anaga aylangan. Ya'ni o'tganlarni ruhini shod qilish uchun biz qabristonga chiqqanda tilovat qilamiz, xayr sadaqat qilamiz, ular nomlariga qurbonliklarni so'yamiz, ular nomlariga bir hadoyalarni qilamiz. Albatta maqsad ularning ruhini shod qilishlik. Bu yurtimizda mana shu bugungi kunni xotira va qadrlash kunini nishonlashlik ham mana shu an'anaga aylangan. Xususan ajdodlarimiz qatag'on qurbonlari, Ikkinchi jahon urushida ishtirok etib, ozodlik yo'lida jonlarini fido qilgan yurtdoshlarimizni yod etib, ulardan o'rnak olishimiz bugungi zamon uchun har qachongidan zarurroq. Ya'ni ulardan qanday o'rnak olamiz desa, vatanparvarlikni. Ulardan o'rnak oladigan narsa hamiyatni. Ulardan o'rnak oladigan ularni haqiqiy viqor bilan man deb turib ko'kraklarini kirib chiqishliklari. Ular o'z jonlarini farzandlari uchun, yurtlari uchun, kelajak uchun jonlarini fido qilyaptilar. Albatta mana shu ulardan biz o'rganadigan odamiylik, hammasi mujassam bo'lgan odamiylikni o'rganamiz. Yaqinda yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarini mukofotlash to'g'risidagi e'lon qilingan farmonlari urush faxriylari va ularning yaqinlarining ko'nglini tog'dek ko'tardi. Ushbu farmonga ko'ra Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlarning har biriga 10 ming AQSh dollari miqdorida, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga tenglashtirilgan shaxslarning har biriga 25 million so'm miqdorida, 1941-45 yillardagi urush davridagi mehnat fronti qatnashchilarining har biriga 3 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti berilishiga ham albatta ularning ko'nglini ko'taradi. Hadoya insonni xursand qilar ekan. Ularga qilingan muruvvat mana shu ba'zilar aytishi mumkinki, ular endi yo'q-ku, ular umrini yashab bo'ldi, ularga bu kerak emas-ku. Yo'q, ularning ko'ngli tog'dek ko'tariladi. Hadoya bilan mana shu qilingan mukofotlarning ko'ngli tog'dek ko'tariladi. Yaqinlari xursand bo'ladi. Bu ana shu qadrni, hurmatni bitta belgisi ekan. Albatta hukumatimiz tomonidan nuroniylarimizga bunday e'tibor berishi ularning qalblarini sururga to'lg'izadi. Nuroniylarni hurmat qilish bu dinimizda ko'rsatilgan ko'rsatma bo'lish bilan birgalikda bizning milliy o'zbekona urf odatimiz. Yosh kattalarni hurmat qilib, ularni to'rga o'tkazishlik, ularni azizlab turib, har qanaqangi holatda ularga duo qildirishlik, har qanaqangi holatda ulardan nasihat olishlik bu dinimizning an'anasi va shu bilan birgalikda ularni ko'nglini tog'dek ko'taradigan narsa. Ya'ni yosh keksa odamga duo qiling desa, albatta xursand bo'ladi. Yosh keksa insonga bir nasihat qiling desa, chiroyli o'zini hayotdan o'tkazgan yaxshi narsalarni nasihat qilib o'tkazadi.